Assalamu alaikum aziz qarindoshlarım. Men sizlarga hozir tavsiya qilmoqchi bo'lgan kitobim Abdulmid G'o'jabdulla Qaraqashning Zulmatlik tuproq degan kitobi. Bu bir roman kitob. Yozuvchi Abdulmid G'o'jabdulla Qaraqashning bir qancha kitoblari vatanda o'qish rekordini yaratgan. Nəhayət ko'p o'qilgan. Kitapxonlarda besilishdan burun torlarda intayin ko'p o'qilgan. Shu kitoblarning qatoridan bu Zulmatlik tuproq degan roman kitobi. Men bu kishining kitobini vatanda o'qimagan ekanman, bilmaydi ekanman. Vatandan chiqib, o'sha yaqinda men bu Zulmatlik tuproq degan kitobning danqini angladim va kitobni elib o'qishga boshladim. O'qigandimda nihoyat tez o'qib bo'ldim. 2 kunning ichida hozirgi bosmasi bo'yicha 522 betlik kitob. Nihoyat tez o'qib bo'ldim va bu kitobdan nihoyat ko'p manfaatni oldim. Masalan, bu kitobni men sizga nima uchun tavsiya qilmoqchi, qanday foydani olding desanglar, bu kitobda bizlarningki vatanimizga bo'lgan muhabbatimizni oshiradigan, bo'libmi vatanimizning mustaqilligi uchun xizmat qilishga insonni nihoyat tashviq qiladigan. Shu kitobni yozish jarayonida shu kitobda yozilgan nurg'un hikoyalar bizlarni ana shuningga tashviq qiladi. Ya'ni vatanimizga xizmat qilish, vatanimizni zolimlarning qo'lidan ozod qilish. Qanday tashviq qiladi desanglar, shu hikoyalarda shu hikoyadagi shaxslarning bo'libmi Podshoxon degan shu farzandning Turkmaniston davlatiga, ya'ni o'zining davlatiga xizmat qilishi, ruslarga qarshi qilgan harakatlari. Bu meni ajoyib ta'sirlantirdi. Bu yigit, Podshoxon degan yigit nimasi orqali shu Turkmaniston xalqiga va Turkmaniston davlatiga xizmat qila oladi? Birisi o bola intayin aqlliq. Aqlliq bo'lish bilan birga ilmlik. Odamda aql bo'lib ilm bo'lmasa yine bekorchi. Onun boshqa ko'p til biladigan. Ya'ni o'zining turkmancha, turk tilini bilish bilan birga inglizcesini nihoyat yaxshi, arabchasini nihoyat yaxshi, ruschasini nihoyat yaxshi. Ko'p til biladigan. O'zi intayin zirak. Nihoyat ushshoq. Shunga birga milli ruhi intayin kuchlik. Ya'ni o'zining millatining ruslar tarafidan qiynalib ruslar tarafidan zulm qilinganligini nihoyat ig'ir elib ko'taramay, bularni yo'riqlikqa chiqarish, bu zulmdan qutuldirish to'g'risida harakat qiladi. Bu o'zining shijoati bilan, ya'ni nihoyat shijoatli bu bola. Har qanday jafo mushaqqatdan qo'rqib qolmaydi. Shu xizmat qilish, shu vataniga, xalqiga xizmat qilish yo'lida hech narsadan qo'rqib qolmaydi. Shunga birga do'st va dushman tushunchasi bu balda nihoyat aydin. Ya'ni kim mening do'stim? Men kimlarga yaxshilik qilishim kerak? Mening dushmanim kim? Kimlarni dushman tutishim kerak? Degan bu ideya bu balda nihoyat ochiq. Bu bala mana mushu alohidaliklari bilan, aqlliqligi bilan,
ko'p xil til bilish bilan ilm bu balda ilm desa ilm bor. Ya'ni Qur'onni yaxshi biladi, musulmonchilikni yaxshi biladi. İntayin zirek, shijoatlik, milli ruhi intayin kuchlik, do'st bilan dushmanni intayin yaxshi ayırıydı. Şunun bilan bu bala mushu alayliklar bilan o'zining Turkmaniston zaminiga, Turkmaniston davlatiga, xalqiga xizmat qilishga atlanadi. Men shunda o'ylab, bu kitobni o'qib, agar bir kishi men Xitoy zolimlar qarshi harakat qilaman, vatanimni qutqizib olaman, xalqimni u qora zulmatdan, zulmdan qutuldirman desa, men mushu balada bo'lgan sifatlar, mushu balada tepilgan sifatlar shu kishida tepilsa bo'ldi ekan deganni tushunib yetdim. Shunga men bu kitobdan nihoyatda cho'ng foyda oldim desam bo'ladi. Hayotimda men nihoyatda ko'p kitob o'qiyman, kitobga qiziqaman. O'qigan kitoblarimning ichida menga eng ta'sir qilgan kitoblardan birisi mushu desam hargiz mubolag'alashtirayotgan bo'lmayman. Shuning uchun boshqa qarindoshlarimga uni ko'p tavsiya qildim va o'qib bo'lgan qarindoshlardan so'radim bu qandayroq kitob deb. Ba'zilari deydiki, har bir Uyg'ur pushti bo'lgan odam bu kitobni cho'qim o'qib chiqish kerak dedi. Ham vatandagi vaqtida, ya'ni bu kitob qachon yozilib tugatgan desalar, bu kitobni yozuvchi 2012-yili 12-oyning oxirlarida Qarqashda tamomlabdi ekan. Shu vaqtning o'zida vatanda nurg'ulg'an qarindoshlarning olqishiga erishib, o'qish rekordini yaratgan kitob deb shunda deb ba'zi qarindoshlar o'qib qilgan qarindoshlar. Shunga men sizlarga bu kitobni tavsiya qilmoqchi, aziz qarindoshlarim. Zulmatlik tuproq degan kitob, yozuvchisi Abdumatxo'ja Abdulla Qaraqash. Bu kishiniki yana bir kitobi To'xti Pokan degan hikoyalar to'plam kitobi. Bu kitobimi Zulmatlik tuproqdan bakroq mashhur bo'lgan, bakroq yoqtirilib, xalq ichida ko'p o'qilgan, o'qish rekordi yaratgan kitob ekan. Mushu kitobni o'qishinglarni tavsiya qilaman va To'xti Pokan degan kitobni o'qishinglarni tavsiya qilaman. Hammamizga Alloh taolo manfaatli ilm ato qilsin va mushu ilmimizni Alloh rozi bo'lgan yo'lda sarf qilg'ili va Alloh rozi bo'lgan amallarni qilib, vatanimizning, xalqimizning Xitoy zolimlarining qo'lidan qutulishga vasila bo'lgan kishilardan qilsin Alloh taolo hammamizni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.